Salom. Bugun iPad viv qilishni o'rgataman sizlarga. Dahshat zo'r bo'ladi. O'qinglar yaxshiroq yetkiladi. Hozir o'ynab ham ko'rsataman. Birinchi bo'lib nastroykaga kirib olamiz. Keyin pastroqqa tushganda telefon haqidaga kiramiz. Mana bu ishlab chiqaruvchi opsiyalari degan joyi ocha olish kerak. Uning uchun dastur haqida ma'lumotga kiramiz. Keyin bu yerda reliz raqamiga bosib tashlaymiz. Keyin ishlab chiqaruvchi degan boyagi mana bu narsa ochiladi. 5-6 marta bossanglar o'zi ochiladi. Keyin undan pastga tushamiz. Sal tepaga qaraganda mana shu ikkitasini yoqib qo'yamiz. Sizlarda o'chik turgan bo'ladi, shularni yoqamiz. Keyin bo'ldi, nastroykadan chiqib ketamiz. Bu yerdan buni bosish kerak. Keyin xohlagan bitta ilovangizni ustiga bosib turib, xullas ekranga, mana bu alohida ekranga o'tkazib olamiz. Keyin telefonni aylantiramiz. Pastroqqa tushsak, PUBG ni tanlab olamiz, ustiga bosamiz. Sirazi qilib yubormanglar, ozgina kutinglar. Mana bu yozuvlar chiqishini kutinglar. Mana chiqdi. Bitta qilamiz, sekin-sekin yaqinlashtirasizlar-da. Oxirida bunday qo'yasizlar. Endi kirishini kutamiz. Lekin shuni qilsanglar, prosta o'ynanglar, bomba bo'ladi. iPad nastroyka ham qo'ysanglar zo'r bo'ladi, lekin zajim birinchidan yaxshilanadi, ikkinchidan o'qrageti zo'r bo'ladi. Yana hid ham yaxshiroq tegadi. Keyin boshqalarga qaraganda tezroq yugurasizlar. Xullas ko'pgina yaxshi taraflari bor. O'ynab ham ko'rsataman. Mashq maydonlariga kirib olaman-da. O'shda ko'rsataman. Zajim prosta bomba. Mana ozgina qoldi kirishiga. Iltimos like bilan obunani bosib qo'yinglar. Xursand bo'lardim. Like bilan obuna bosib qo'ysanglar. Mana kirdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bizada iPad. Mana iPad cho'zilib qolgan. Endi poligonga kiramiz. Mana kirdi. Men nastroyka qo'yganman. Zajim bomba bunda. 4x solib zajim ko'rsataman. Uzr, sal qotyapti-da, zajim qilish qiyin. Menimcha videoda ham bilinadi. Uzra uncha zajim qilolmayapman qotayotgani uchun. Bir xil joylar qotganga o'xshamaydi-ku, lekin menda vobshe qotyapti. Ham pirselda zajim qilib ko'rsataman. Mana menga oldi. Zajim dahshat. Aytyapman-ku qotyapti. Bo'lmasam bitta joyda anchagina ushlayman. Mana hattoki 6x da ham yaxshigina zajim bo'lyapti. Shunda dushmankilar mana shunday qarasizlar, mana shunday bo'ldi. Damoy bo'ladi. Hozir. Mana hitam dahshat deyadi hozir. Assalomu alaykum 1x.
sal endi video olganimga qo'yapti. Buncha pikam yaxshi chiqmaydi. Bo'pti bolalar, sog' bo'lasizlar. Mana iPad wave qilinglar, lekin xohlasanglar qilinglar, xohlamasanglar yo'q, lekin prosta o'ynanglar, bomba bo'ladi agar qilsanglar. Shunday dushmanliklar kelsa, bunday qarang, yopib qo'yasizlar, o'z rohatlardan beraverasizlar. Bo'pti, hammaga xayr.